Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan hurmatli YouTube kanali obunachilarimiz. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida bizlar. Bu yerda biz sizlarga hozir umra safari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Buning uchun like, podpiska bosib umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka opa-singillaringizga videoda yuborib qo'yingizlar. Biz videoni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada bo'lasizlar hamda 11 kun Makka mukarramada bo'lasizlar inshaalloh. Azizlar, gastitsalarimiz 4 yulduzli gastitsalar. Oraliq masofada Madinada mehmonxonamiz markaziyada joylashgan. Oraliq masofa 250-300 metrda tashkil qiladi azizlar. Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada bo'ladi. Bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi. Va avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, bemalol avtobuslarda borsangiz bo'ladi azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, Madinada mehmonxonamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Xo'p, undan tashqari Madinada sayohatlarimiz Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bo'ladi azizlar. Undan tashqari azizlar, Qur'on kitob bosmaxonalariga ham elboshlar olib kelishadi. Albatta, shuni aytib o'tib ketish kerak. Qur'on kitob bosmaxonasi haftada 2 kun ishlayapti. Agar borgan kuningiz ochiq ishlayotgan mahalga to'g'ri kelsa, olib kirib, olib chiqishadi azizlar. Xo'p, Makkada Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib qo'yganmiz azizlar. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda sizlar bilan qanday bog'lanamiz deydiganlarga esa bizda xohlasangiz ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Agarda bizni uzoqroqdan kuzatayotgan bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Bizga rasmiy Zagram pasportlaringizni tashlasangiz, biz sizga Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan, qulay bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Agarda siz ofisimizga keladigan bo'lsangiz, marhamat, Marg'ilonda, O'ramda joylashgan 235-A uy kelib Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Albatta, kelishdan oldin bitta qo'ng'iroq qilsangiz, albatta o'zim kutib olaman xudo xolasa. Azizlar, hozirgi kunda agarda siz bizni ofisdan boradigan bo'lsangiz, bizni Centrum rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasi tomonidan boradigan bo'lsangiz, sizga mana bunday bejik beriladi azizlar. Bu bejikka mehmonxonamiz qayerda joylashgan va nomerlari kiritilgan bo'ladi azizlar. Agarda mabodo yo'qolib qolsangiz yoki adashib qolsangiz, avtobusdami yoki birorta yo'lingizdan chiqqan odamga buni ko'rsatsangiz, sizga mana bu tomonga borgan deb ko'rsatib yuboradi yoki elboshlari bilan bog'lab beradi azizlar. Xo'p, undan tashqari mana bunday kamzilchalar bor. Har xil razmerda bor, xudo xolasa. Bunday kamzilchalar bemalol razmerlari topiladi. Undan tashqari sumkalar bor azizlar. Mana bunday baquvvat, xohlasangiz telefoningizni, xohlasangiz tapchangizni solib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, azizlar, agarda siz bizni uzoq safardan kuzatayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing. Telegram, WhatsApp orqali biz mana bunday sertifikatlarni qilib, yoniga bitta chiroyli guldastani qo'yib, o'zingizga ota-onangizni sizni nomingizdan tabriklab kelamiz azizlar. Xo'p, hozirgi kunda reyslarimizga keladigan bo'lsak, azizlar, reyslarimiz har hafta bor. Haftani har seshanba Toshkent Jidda yo'nalishli reysimiz bor. Haftani har chorshanba Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin azizlar. Xo'p, undan tashqari eng qiziqarli narxlarga keladigan bo'lsak, azizlar, shekkacha ko'rdingiz, bitta like, podpiska bosib qo'ying azizlar. Xo'p, hozirgi kunda Toshkent Jidda yo'nalishli reysimizning narxini 1050 dollardan sizlar uchun, Farg'ona Jidda yo'nalishli reysimizni esa 1075 dollardan sizlar uchun belgilab qo'ydik azizlar. Agarda bu videomizni ko'rib, Instagram, YouTube kanalidan chiqyapmiz desangiz, albatta bizda chegirma bor, qilib beramiz azizlar. Agarda siz 7 kishidan oshiq bo'lsangiz, yana chegirma qilib beramiz azizlar. Chegirma ustiga chegirma. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka opa-singillaringizga videoni yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.